Assalomu alaykum qadrli baland obunachilarimiz. Obunachilarimiz keskin ko'payib ketibdi. Mashalloh 60 taga borib qolibdi. Juda ham xursand bo'ldik. Bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin hammaga. Kecha safarga chiqdik, uzoq yo'lda. Video qila olmadik, ma'zur tutasizlar. Indiska o'rdaklarimiz mana Xudo xohlasa ishtaha bilan ovqatlanmoqda va bizdan tuxumlarimiz yaxshi zo'r ko'payyapti. Tuxumlarimiz 9 ta bo'libdi. Inshaalloh yaqinda ular chiqishni boshlasa kerak. Olinglar, vit. Nimaga? Ishga chiqmaslar deyapti. Kim biladi? Olinglar. Obunachilarimiz like va podpiska bosishni unutmanglar. Yana ham ko'paylik, Xudo xohlasa rejalarimiz zo'r. 1-2 yilda inshaalloh bir yaxshi ishlarni niyat qilib qo'ydik. Shu o'rdaklar bo'yicha qo'shimcha biznes bo'ladi. Bu bizneslarni birgalikda inshaalloh qilamiz. Bizdan o'rdak olgan, o'rdak sotganlar Xudo xohlasa shu biznesimizga sherik bo'ladi inshaalloh. Daromadlik endi balki Allohga oson boy bo'lib ketishimiz ham mumkin shunaqasidan. Pullarimiz ko'payib, elektromobillar terib qo'yishimiz ham mumkin. Allohga oson. Harakat qilgan odamga Alloh beraveradi. Allohdan so'rab barakatni Alloh beraveradi. Qo'yonlarimiz ancha somon toshib qo'yibdi. Somon toshib qo'yibdi, lekin Xudo xolasa 1-2 kunda sonimiz ham ko'payishi kerak. Olinglar videolar. Asosiysi podpishka. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, Xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib, ko'payib, bir-birimizdan o'zimizdan ko'payib qumlarimiz, ishlarimiz qolib ketdi. Kecha safarga chiqib ketdik. Uzoq yo'l, charchoq. Tug'adi bo'lmasa hozir past turib. Kecha bitta obunachimiz oq o'rdaklar sotiladimi deb yozishgan ekan. Mana shu xo'rozimiz, keyin mana bu oq makonimiz oppoq mana. Mana shu ikkovini sotaveramiz. O'zi buni to'g'risi zot olish, oq zot olishni olib kelgandim. Bunisini kichkinaligida olgandik, ikkoviga parlab olgandim. Ikkovini sotaveramiz. Ikkovini 400 mingga beraveramiz. Kim boshqa olib kelaveramiz. Xohlovchilar bo'lsa. Yana bir obunachimiz yosh xo'rozlarni qanday aniqlasa bo'ladi degan savol qoldirishibdi. Xo'p, eng zo'r yo'li men o'zim bilgan, mana o'shaganingizda vaq desa, ana hali tusini o'zgartirmasdan vaqda ovoz chiqaraveradi. Makon bo'lsa, agar xo'roz bo'lsa, ovoz chiqaradi. Hozir mana shu narsalarni ko'rsatib beraman. Hali shakli o'zi sekin katta bo'lgan sari bilinaveradi. O'sha haydagi. Mana o'zi g'aq deyapti. O'shagi o'shani. Yulib olding-a o'g'lim, nima ushlayapsiz? Qiziqibdi. Mana shu mana qaq degan makon bo'ladi. Mana shu vaqillagan 100% makon chiqadi. Xo'rozimiz pis ovoz chiqaradi xolos. Hattoki g'aqildoq
o'rdaklarimizni ham xo'rozi dumi qayilgan bo'ladi, uni yoshligidan o'zi dumi sekin qayilib ketar ekan orqa tomonga. O'shalar xo'roz, lekin ular ham ovoz chiqarmaydi ekan. Ularimiz ham tulagmak-yon. Bitta yog'icha nogironroq ekan. Xullas, yana kerak bo'lsa sotaveramiz. Bo'lsa olaveramiz ham. Kelishilgan holda. Biz ko'paytirish maqsadida, xudo xolasa ko'paytirib olsak, mana shu xo'rozimiz ham sotiladi. Juda chiroyli xo'roz bo'ldi mana shu ham. Baquvvat, oyog'i zo'r. Mana 150 mingga beraveramiz mana shu xo'rozni. Chiroyli ketgan, yetilyapti-da bular. O'zi uni makonimiz ham, oq makonimiz ham bahorda inshaalloh tuxumga kirishi kerak. O'zi tulakka kelib qolganda u ham. Agar o'sha xo'roz bilan parlab olinsa, mayli charchamanglar obunachilarimiz, biz bilan birga bo'ling.